Assalomu alaykum hammaga, hormanglar yana bir bor. Hop, biz hozir Fransiyaga keldik. Parij shahridamiz. Eng mashhur o'sha hamma xohlab keladigan joydamiz. Bu Parijga kelishimiz sababini eng katta sababchilaridan bittasi. Assalomu alaykum. Shunaqa. Nimaga desanglar, Faxriddinning bugun tug'ilgan kuni. 19-dekabr chorak asr yashab qo'yibdi. Xullas shu kuzatib boringlar. Imkon qadar shu Parijni tashrif buyuradigan joylariga borib video olishga harakat qilamiz. Kuzatib boringlar. Germaniyadan Parijgacha bo'lgan sayohatimizda biz FlixBus xizmatidan foydalandik. Ya'ni Germaniyada tashkil etilgan xalqaro arzon masofaviy avtobus xizmatini taqdim etuvchi kompaniya. Uzoq masofalarga avtobus chiptalarini qulay va nisbatan arzon narxlarda sotadi va butun dunyo bo'ylab yo'nalishlarga xizmat ko'rsatadi. FlixBus avtobuslari odatda quyidagilar bo'ladi: bepul Wi-Fi, quvvat ulanish joylari, qo'shimcha oyoq qo'yish joylari va eng muhimi hojatxonasi bor. Rasmiy veb-sayt yoki mobil ilova orqali chiptalarni tez va oson bron qilishingiz mumkin. Shu imkon qadar atmosferani ko'rsatib berishga harakat qilyapman. Kuzatib boringlar. Fransiyaning ob-havosi Germaniyaga qaraganda iliqroq ekan. Kechqurun yomg'ir yog'di. Germaniyada quruq, sal sovuqroq havo. Shuning uchun hozir kurtkalarni yechib olganman. Sumkamdan kostyum olib, kostyum kiyib oldim. Xullas, bu nima ekan desam, bu sotuv maydonchasi ekan. Buni odamlar egalari kelib, ochib, narsa sotishar ekan. Shunaqa narsa sotadigan joy ekan. Xullas, yangi narsa emas. Ko'p narsasi qo'l bilan ishlangan. Eski narsalar ham bo'ladi. Louvre muzeyiga. Louvre muzeyi tomonidan qaraymiz. Bomba atmosfera. Muzeyga o'chirtni qaranglar, o'chirt. Mashqdan boshlangan, shunaqasi ketgan. Bilsanglar, Louvre muzeyida Mona Lisa'ning rasmi bor, original rasmi. Yana shunga o'xshagan tarixiy muzey. Juda ko'pchilik qiziqadi. Nima deysizlar? Bu o'chirtga turib biz ham kiraylikmi? Kirish narxi qancha edi Faxriddin? 10 yoki 9 euro. Menimcha bir kirib ko'rib ketishga arziydi, lekin bu o'chirtda qachon o'chirtimiz keladi? Kun bo'yi ketib qoladim deyman-da. Louvre muzeyi haqida agar ma'lumot beradigan bo'lsam, bu muzeyning ichida 35 mingta eksponatdan tashkil topgan dunyoning eng yirik va eng mashhur muzeylardan biri ekan. Louvre muzeyi bu Fransiyaning markazida joylashgan. Orqamizda, qarshimizda ko'rib turibsizlar, bu uchburchak piramida shishadan
tashkil topgan. Asosiy konstruksiyasi metal konstruksiya. Balandligi taxminan 21 metr tashkil qilar ekan. Muzeyga kirish qismi asosiy, hozir ko'rsatib o'taman. Qator o'chirti liniyalar. Mana shu joydan yer ostidan kirilar ekan bu muzeyga. Eng qiziq bitta ma'lumot aytadigan bo'lsam, bu muzey haqida. Muzeyda Mona Lisa rasmi bor va qadimgi Misr, Yunon, Rim tarixidagi bo'lgan eksponatlar tashkil topgan. Xo'p, bu Tuileries-ga kiradigan bog' ekan. Bog'da arkasi. Bu arkani tarixiga nazar soladigan bo'lsak, Napoleon Bonapartemi, xullas bilmadim, nomini yozib yuboraman. O'sha qurdirgan ekan. Bu g'alaba ma'nosini bildirar ekan. Я бачу навколо. Parij Gate'ga, darvozasiga chiqmoqchi bo'ldik, tepasiga. Yukimiz borlik qildi, yukni olib chiqib qimmat ekan. Keyin 16 yevro ekan, 16. Shunga chiqmadik. Hozircha aylantirib keyin ta'zim qarab. Boyagi Mona Lisa'ning bor muzey 910 yevro. Mana shu oddiy tepalikka chiqishi o'zi orqada ko'rinib turibdi. 16 euro. Menimcha qimmat. Sizlar nima deysizlar? Quyida yozib ketaylik. Bizni Eiffel minorasi, Eiffel Tower tomon qarab ketyapmiz. Tog'dan tezlashing. Voy. Bo'ldi, faqat piyoda yo'limiz. Biron bir joy o'tkaza olmaylik, metroga ham tushmayapmiz. Ko'pchilik trend qiladigan joy mana shu ko'prik. Shu ko'prikdan mana shu kemalar orqali, kema deydimi, nima deydi buni? Shu Parijni videoga olishadi. Bu yerda ko'rib turibsizlar. Qulflar ilib tashlashgan. Xo'p, bu qulflar endi nima so'zi, Parij o'zi sevgi muhabbat shahri deyiladi-yu. Shunaqa. Endi hozir Eiffel tagiga borsak, Eiffel haqida ham bir qiziqarli faktlarni aytib beraman. Eiffel Tower'i 1887-1889-yilda qurilgan. Buni 20 yil turadi, keyin buzib tashlashadi deb plan qilishgan. 20 yildan keyin qolgan. Uni Fransiya san'atkorlari nima desa bo'lgan? Temir monstr deb atashgan, shuning uchun ularga yoqmagan. Xullas, hozirda bu asosan antena
ya'ni aloqa vositalari uchun xizmat qiladi. Keyin shu buni bo'yashga 60 tonnadan ortiq bo'yoq ketar ekan. Ajoyib. Xo'p, Eiffel Towerga chiqishga narxi aytib o'tadigan bo'lsam, Olma-ota o'rnida bu yoqda 25 yoshgacha bo'lganligi 18 euro ekan, 25 yoshdan kattasiga 36 euro ekan adashmasam. Bu qanchalik qimmat, lekin ancha qimmat manimcha deb o'ylayman. Lekin chiqishga arziydigan joy. Xo'p, kechki Parijni ham boshlab oldik. Hozir mehmonxonaga narsalarimizni joylashtirdik. Endi kechki atmosferani ko'rmoqchimiz. Eiffel Tower. Arda, siz nima fikrlaysiz? Hammasi zo'r, hammasi chotki. Hozircha endi bilamiz kechki Parij qanaqaligini. Shu menga hozircha yoqmoqda. Shu Faridning bugun tug'ilgan kuni. Nimadir haq berib qola. Hop, pulada metro bizankiga qaraganda kichikroq ekan. Keyin o'tiradigan joyi ko'p. Bizda turadigan joy kengroq. Xuddi shunaqada, faqat qanaqadir tormi, kichkina. Xullas, hajmi ham, unaqasi ham kichkina. Lekin metro stansiyani umumiy hajmi, sxemasi juda katta, bir odam chalkashib qolyapti. Lekin juda ham bemalol qanaqa o'rgangan odamga juda ham qulay bo'lsa kerak menimcha. Xullas, kechki Eiffel Tower. Просто tomosha qilaylik. Ajoyib. Bo'ladi. Xullas, tiket olmoqchi edik. 12 yoshdan kattalar 19 euro, 9 euro, kichkinalarga tekin. Bir marta borib, bu yoqqa yana qaytib, mana shunaqa oraliq masofasi bir ancha bir adashmasam bir 20 minutcha kemada odamlar sayr qilishadi. Arada qad ketasiz. Zontila bilan. Louvre muzeyiga bormoqchimiz. Qator ko'chalar. Bilmadim, yarim soatdan o'tamiz. Biz tiket sotib oldik. Narxi 22 euro. is goed, we doen dat. Dan maken wij meteen plek voor jullie. Ja, dat is goed hoor.
Shuna qilib Parijda ikkinchi kunni ham yakunlab oldik. Qo'ldan kelgancha o'zim ko'rgan narsalarni tasvirga olishga harakat qildim. Sizlar bilan Travel Fit asoschisi Karimjon bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar, kanalga a'zo bo'lib qo'yinglar. Kanal tagida o'z fikringlarni, izohinglarni bildirib ketinglar. Hammaga Parijdan salom, sog' salomat bo'lib yuringlar. Sog' omon bo'linglar.